Qasas surasi Makkadan nazil bo'lgan. Jami 88 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Tasin mim. Bu ro'shan kitob, ya'ni Qur'on oyatlaridir. İman aytgan qavm uchun sana Musa va Firavun qissasini haqliq asosda o'qib beramiz. Shubhisizki Firavun Misr zaminida zo'migarlikda haddidan oshdi. Aholisini bo'laklarga bo'lib, ulardan bir toiba, ya'ni Bani Isroilni bo'zaq qildi. Ularning o'g'illarini o'ltirib, qizlarini xizmatga selish uchun tirik qoldirdi. Firavun haqiqatan buzg'unchilardan edi. Biz Misr zaminida bo'zaq qilinganlarga marhamat qilishni iroda qilamiz. Ularni yo'lboshchilardan qilishni, ularni Firavun va uning qavmining mulkiga varis qilishni iroda qilamiz. Ularni zaminda kuch-quvvatga ega qilmoqchimiz. Biz Firavunga, vaziri Hamonga va ularning qo'shiniga ular, ya'ni bo'zaq qilinganlardan qo'rqadigan narsani ko'rsatamiz. Musa'nın anısıga ilham bilan bildirdikki, Musa'ni emitgin. Uning ziyonkashlikka uchrashdan qo'rqsang, uni sanduqqa silib daryoga, ya'ni Nil daryosiga tashlagin. Uni halok bo'larmikin deb qo'rqmagin. Uning firoqidan qayg'urmagin. Uni sana cho'qim qaytaramiz va uni payg'ambarlardan qilamiz. Firavunning oilasidagilar Musa'ni Nil daryosidan suzib oldi. Aqibat Musa ularga düşman ve xapılıq bo'ldi. Shubhisizki Firavun, Haman ve ularning qo'shinlari xatolaşqan edi. Firavunning ayoli, bu bala manga ve sana ko'zi nuri, ya'ni xo'shallik bo'lsin. Uni o'ltirmanglar, balki u bizga foyda yetkazar yoki uni o'g'il qilib olarmiz, dedi. Halbuki ular Firavunning va uning yordamchilarining halokatining Musaning qo'lida bo'lganligini uqmaydi. Musaning onasi Musaning Firavunning qo'liga tushib qolganligini anglab, as-hushini yo'qotdi. Uning Allohning balini qaytirish va'dasiga ishonguchilardan bo'lishi uchun uning ko'nglini xotirjam qilmagan bo'lsak, u balini oshkorlab qo'yg'ili tas qolgan edi. Anısı Musa'nın hemşirisiga xabarni uqish uchun Musaga ergashgin, dedi. Hemşirisi Musa'ni jiroqdan ko'rib turdi. Halbuki ular uni tuymaydi. Öz anısı kelishdan ilgari Musa'ni sut emgizguchi ayollarning emitishidan to'sdiq. Musa'ning hemşirisi sizlarga Musa'ni obdan boqadigan bir oilani ko'rsatib qo'yaymi? Ular Musa'ni ixlos bilan boqidi, dedi. Anısının xoşal bo'lishi, qayg'urmasligi va Allohning va'dasining haq ekanligini bilishi uchun biz Musani uningga qaytirdik. Lekin insonlarning to'lisi Allohning va'dasining haq ekanligini bilmaydi. Musa üsp yetilganda, ahli to'shqanda uningga payg'ambarlikni va ilmni ato qildik. Biz yaxshilarga mushundaq mukofot beramiz. Musa shahar aholisidan hech kishini ko'rgili bo'lmaydigan bir vaqtda, ya'ni tushlik uyqudagi chog'da shaharga kirdi. U shaharda ikki kishining urushayotganligini ko'rdi. Urushayotganlardan biri o'z qavmidan bo'lsa, yana biri uning dushmani edi. O'z qavmidan bo'lgan odam dushmaniga qarshi uningdan yordam tiladi. Musa uni musht bilan birini urib o'ltirib qo'ydi. Musa aytdi: Bu şeytanın işidir. Şübhisizki şeytan azdırğuchi, aşkarı düşmandır. Musa aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan o'zimga zulm qildim. Menga mag'firat qilgin. Allah uningga mag'firat qildi. Allah haqiqatan nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Musa aytdi: Parvardigorim, menga mag'firat qilganlik ne'mating sababi bilan men hargiz gunohkorlarga yordamchi bo'lmayman. Musa atsi atdiganda qo'rqinch ichida atrofiga qarab shahar arlab yuribdi. To'satdan to'nagin uningdan yordam tilagan odam bir qipti bilan urushib turgan holda Musadan yana yordam tiladi. Musa uningga: "Sen haqiqatan oshkora gumroh ekansan", dedi.
Musa ikkisining o'rtaq dushmani bo'lgan odam, ya'ni Qibtiga qo'l uzatmoqchi bo'lganda, yordam tilagan odam: "Ey Musa, sen to'nogin bir odamni o'ltirgandek meni o'ltirmoqchimisan? Sen zaminda isloh qilg'uvchilardan bo'lishni xohlamay, faqat zo'migar bo'lishni xohlaysan?" dedi. Bir odam shaharning jiroq yeridan aldirab kelib: "Ey Musa, shubhisizki kattalar seni o'ltirishni maslahat qilishyotidi. Shahardan darhol chiqib ketgin. Men albatta sana sodiq kishilardanman", dedi. Musa qo'rqinch ichida atrofga boqqan holda shahardan chiqdi. U: "Ey Parvardigorim, meni zolim qavmdan qutqizg'in", dedi. U Madyan tarafga yuzlangan chog'da Parvardigorim meni to'g'ri yo'lga yetaklashim mumkin, dedi. Musa Madyandagi bir buloqning yeniga kelganda mollarini sug'urayotgan bir to'p kishilarni ko'rdi. Ulardan boshqa yana qo'ylarni suvdan to'sib turgan ikki ayolni ko'rdi. Musa ularga: "Sizlarga nima bo'ldi? Ya'ni qo'ylaringlarni suvdan to'sib turibsizlar-g'u", dedi. Ular: "Padişalar qo'ylarini sug'urib bo'lgandan keyin ondan biz sug'urimiz. Otimiz bo'lsa yashinib qolgan bo'vaydir", dedi. Musa ularning qo'ylarini sug'urib berdi. Ondan orqasiga burilib, bir daraxtning soyasiga berib o'ltirib: "Parvardigorim, menga rizqdan nimani bersang, men haqiqatan uningga muhtoj", dedi. Ularning, ya'ni u ikki ayolning biri Musaning yiniga uyatchanlik bilan mengib kelib, "Qo'ylarimizni sug'urib berganligingning haqqini berish uchun otam seni rostli chaqirdi", dedi. Musa uning, ya'ni Shuaybning qishig'i kelib, ahvolni hikoya qilib berdi. Shuayb: "Qo'rqmag'in, zolim qavmdan qutulding", dedi. Ularning, ya'ni ayollarning biri aytdi: "Ey ota, uni sen ishlatgin. Bu sen ishlatganlarning eng yaxshisidir. Kuchlik, ishonchlikdir." U, ya'ni Shuayb aytdi: "Menga 8 yil ishlab berishing badaliga sana bu ikki qizimning birini berishni xohlayman. Agar 10 yilni to'shqizvatsang, umi ixtiyoring. 10 yilni shart qilib seni mushaqqatga silib qo'yishni xohlamayman. Xudo xolisa, mening yaxshi odam ekanligimni bayqaysan." Musa aytdi: "Bu ikkimizning oramizdagi to'xtamdir. İki muddat, ya'ni 8 yil bilan 10 yilning qaysini to'shqizsam to'shqizay. Menga ortiqcha talab qo'yishga bo'lmaydi. Alloh bizning so'zimizga guvohdir." Musa o'zaro kelishgan muddatni, ya'ni kelishgan muddatning to'liqroqi bo'lgan 10 yilni to'shqizgandan keyin ayolni ilib Misrga qarab yo'lga chiqdi. U Tur teg'i tarafida o't ko'rdi. U ayolga: "Shubhisizki, men jiroqdan o't ko'rdim. U yerdan men sizlarga bir xabar ilib kelay. Ya sizlarning isinishinglar uchun o'tdan bir parcha cho'g' ilib kelay", dedi. Musa alayhissalom o'tning yeniga kelib, uning o't emas, nur ekanligini bildi. Musa o'tning yeniga kelganda, vodining o'ng tarafining girvikiga to'g'ri keladigan muborak joydagi daraxt tarafdan mundoq nido anglandi: "Ey Musa, sana söz qilayotgan men haqiqatan olamlarning parvardigori Allohdurman. Sen hasangni tashlag'in." Musa hassının go'yo ajdirhodek tez harakatlanayotganligini ko'rganda orqasiga burilib qochdi. Kayniga qaramadi. Nido qilindiki: "Ey Musa, oldinga mang'in, qo'rqmag'in. Sen haqiqatan qo'rqinchdan amin bo'lg'uchilardansan. Qo'lingni qo'yningga solg'in." U hech qanday illatsiz bir parcha oydek parlab, oppoq bo'lib chiqadi. Qo'rqinchni dafi qilish uchun qo'lingni yig'ib olg'in, ya'ni qo'yningga selib olg'in. Bu ikkisi Piravinga va uning qavmining cho'nglariga Parvardigoring tarafidan kelgan pakitdir. Ular haqiqatan bizning itoatimizdan chiqquchi pasiq qavm edi. Musa aytdi: "Parvardigorim, men haqiqatan ulardan bir odamni o'ltirib qo'ydim. Shuning uchun ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. Qarindishim Harunning tili meningdan ravondir. Uni men bilan payg'ambarligimni tasdiqlaydigan yordamchi qilib avatgin. Men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman." Allah aytdi: "Qarindishing orqali seni kuchaytimiz. Ikkinglarni g'olib qilamiz."
Şunun üçün ular işkinlarga ziyankeşlik kılalmaydı. Sizler işkinlar ve işkinlarga ergeşkenler bizning ayetlerimiz arkalı g'alaba qilasizlar. Musa ularga bizning ro'shan mo'jizlarimizni elib kelganda, ular bu o'ydirib chiqarilgan sehrdir. Bizning ota-bovlarimizning zamonida bundaq narsalarning borligini anglamagan edik, dedi. Musa aytdi: Parvardigorim o'zining dargohidan kimning hidoyat elib kelganligini, oxiratning yaxshi oqibatiga kimning ega bo'lganligini obdan biladi. Zolimlar, ya'ni Allohga yolg'onni chaplag'uvchi fojirlar cho'qim muvaffaqiyat qozona olmaydi. Firavun aytdi: Ey kattalar, men o'zimdan boshqa yana bir ilohning borligini bilmayman. Ey Haman, mening uchun pishiq xish pishirib egiz bir bino solg'in. Men Musaning ilohini ko'rishim mumkin. Men haqiqatan uni osmonda bir parvardigor bor degan davosida yolg'onchilardan deb gumon qilaman. Firavun va uning qo'shini Misr zaminda zulm qilib, iymon etishga bo'yintovlik qildi. Ular o'zlarini biz tarafga qaytarilmaymiz, ya'ni qiyomat va qayta tirilish yo'q, hisob ilinishmi, jazoga tortilishmi yo'q deb gumon qildi. Biz Firavunni va uning qo'shinlarini jazoladik. Ularni dengizga tashlab etdik. Ya'ni ularni dengizda g'arq qilib etdik. Ulardan bir odam sog' qolgani yo'q. Ey Muhammad, zalimlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga ibrat ko'zi bilan qarag'in. Ularni biz do'zaxga undaydigan peshvolar qildik. Ya'ni ularni biz dunyoda gumrohlar agishadigan kufrning boshliqlari qildik. Qiyomat kuni ular yordamga erisholmaydi. Ya'ni qiyomat kuni ulardan azobni dafi qildigan madadkor bo'lmaydi. Ularga bu dunyoda la'natni agashtirdik. Ya'ni ularga bu dunyoda Alloh, farishtalar va mo'minlar la'nat o'qiydi. Qiyomat kuni ular Allohning rahmatidan yiroq qilinguchilardir. Şübhəsizki biz Nuh'ның qavmi Ad, Samud və Lut'ның qavmi qatarlıq ilgirki ümmetlərini halak qılğandan keyin kişiler, yani Bani İsrail'ның dillariga haqiqatni ko'rdigan nur berib, ularga hidayet və rahmat qildik. Ular vaz nasiyat olsun deb Musaga kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Ey Muhammed, biz g'arbiy tog'ning bir tarafidan Musaga vahiy nozil qilganimizda sen yo'q eding. Buni o'z ko'zing bilanmi ko'rmagan eding. Lekin biz nurg'un ummatlarni yaratdik. Ularning umri uzun bo'ldi. Sen Madyan aholisining ichida ularga bizning oyatlarimizni tilovat qilib turg'uchi bo'lganing yo'q. Lekin biz seni ulardan boshqa bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. Biz Tur teg'ining bir tarafida Musaga so'z qilganimizda sen yo'q eding. Lekin bu sendan ilgari hech bir ogohlantiruvchi kelmagan qavmni ogohlantirishing uchun, ularning vaz nasihat elishi uchun Parvardigoring tarafidan nozil qilingan rahmatdir. Ularning qilgan ishlari, ya'ni kufri va gunohlari tufaylidan ularga bira azob kelsa, Parvardigorimiz bizga bira payg'ambar avatgan bo'lsang eding, sening oyatlaringga agishatdiq va mo'minlardan bo'latdiq demasliklari uchun seni ularga payg'ambar qilib avatdiq. Ularga biz vahiy qilgan haqiqat nozil bo'lgan chaqda, ular uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga nemishqa Musaga berilgandek mo'jiz berilmadi dedi. Ular ilgari Musaga berilgan mo'jizni inkor qilmadimi? Ular Tavrat bilan Qur'on bir-birini tasdiq qildigan sehrdir dedi. Ular biz haqiqatan ikki kitobning har birini inkor qilg'uchimiz dedi. Aytqinki, agar u ikki kitob sehrdir degan so'zinglarda rostchil bo'ldigan bo'lsanglar, u ikki kitobga qaraganda Alloh tarafidan nozil bo'lgan texmi to'g'ri bir kitob keltirib beqinglar. Men uningga agishay. Agar ular sana javob bermasa, bilginki, ular faqat o'zlarining nafs xohishiga agishidi. Alloh vahiy qilgan to'g'ri yo'lni qo'yib, nafs xohishiga agashgan kishidanmi ozg'un odam bormi? Allah haqiqatan zalim qavmni hidoyat qilmaydi. Vaz nasiyat olsun deb shubhisizki ularga Qur'onni uzildirmay tushirdik.
Qur'ondan ilgari biz kitob, ya'ni Injil, Tavrat nozil qilganlar, ya'ni Nasara va Yahudilarning mo'minlari Qur'onga ishonadi. Ularga Qur'on tilovat qilingan chaqda ular biz Qur'onga ishondik. Shubhisizki u Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Biz haqiqatan buningdan burun musulmon edik deydi. Ularning qilgan savr toqati uchun ularga qo'sh savob beriladi. Ular yaxshilik orqali yomonlikni dafi qiladi. Biz ularga rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Ular behuda so'zlarni anglaganda, uningdan yuz o'rib, ya'ni quloq solmay, bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchun. Sizlarga omonlik bo'lsin. Biz nodonlardan do'stlik tilamaymiz, deydi. Shubhisizki, sen xohlagan odamingni hidoyat qila olmaysan, lekin Alloh o'zi xohlagan odamni hidoyat qiladi. Allah hidoyat topquchilarni obdan biladi. Ular agar biz sen bilan to'g'ri yo'lga agishadigan bo'lsak, zaminimizdan haydab chiqarilamiz dedi. Ularni biz tinish haramga yerlashtirmadikmi? Haramga turli mevalarning hammasi keltirildi. Bu bizning dargohimizdan tushirilgan rizqdir. Lekin ularning to'lisi bilmaydi. Biz nurg'un shaharni halok qildik. Ularning aholisi kayib sapaliq turmush kechirdi. Bu ularning turalg'u joylaridir. Ular halok bo'lgandan keyin u joylarda ozg'in vaqtdan tashqari odam turgan emas. Ularning mol-mulki va yurtiga biz varislik qildik. Parvardigoring shaharlarning markaziga, ularning aholisiga bizning oyatlarimizni o'qib beradigan bir payg'ambar avatmigicha shaharlarni halok qilg'uchi bo'lmadik. Shaharlarning aholisi zolim bo'lmag'icha shaharlarni halok qilg'uchimi bo'lmadik. Sizlarga qandoq narsa berilmasin, u dunyo tirikchiligidagi foydalanadigan narsadir va dunyo tirikchiligining zinnatidir. Allohning dargohidagi savob eng yaxshidir, eng boqiydir. Tushunmamsizlar? Biz yaxshi va'dani qilgan, ya'ni jannatni va'da qilgan odam uni topadi. U dunyo tirikchiligidagi foydalanadigan narsalar bilan biz foydalandirgan, ondan qiyomat kuni azobga duchor bo'lgan odam bilan o'xshashmi? Shu kuni Alloh ularga, sizlar gumon qilgan mening sheriklarim qayerda deb nido qiladi. O'zlariga azob tegishlik bo'lganlar, ya'ni mushriklarning cho'nglari, Parvardigorimiz, biz sening yo'lingdan ozdirganlarni, ya'ni agashkuchilarimizni o'zimiz ozgandek ozdirdik. Parvardigorimiz, ulardan jiroqlashib sana yaqinlashdik. Ular bizga ibodat qilmaydi, faqat nafs xohishlariga ibodat qiladi deyishidi. Ularga sherik keltirgan ma'budlaringlarni chaqiringlar deyilgan aman. Ular sherik keltirgan ma'budlarni chaqirdi. Ulardan javob kelmaydi. Ular azobni ko'rgan chaqda kofir bo'lganliklariga nadomat qilib, dunyodagi vaqtida hidoyat topgan bo'lishlarini orzu qiladi. U kunda Alloh ularga nido qilib aytadi. Payg'ambarlarga nima deb javob berdinglar? U kunda ularga barliq xabarlar qorong'u bo'ladi. Ular o'zaro so'rashmaydi. Tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amal qilgan odamga kelsak, uning maqsadga erishguchilardan bo'lishi umidlikdir. Alloh maxluqotidan xolg'inni yaratadi, xolg'an odamni payg'ambarlikka tanlaydi. Tanlash huquqi ularda emas. Alloh pokdir. Ularning sherik keltirganlaridan ustundir. Parvardigoring ularning dillarida yo'shirin tutganlarini va eg'izlarida deganlarini bilib turadi. U Allohdir. Uningdan bilak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Dunyo va oxiratda jimi hamdu sana Allohga mansubdir. Hukm chiqarish Allohga mansubdir. Sizlar Allohning dargohiga qaytirilasizlar. Aytib beqinglarchi, agar Alloh kechini sizlar uchun qiyomat kunigacha so'zdigan bo'lsa, Allohdan bilak qaysi iloh sizlarga yo'riqliq elib kelalaydi? Sizlar anglamamsizlar degin.
Aytib beqinglarchi, agar Alloh kunduzni sizlar uchun qiyomat kunigacha so'zdigan bo'lsa, Allohdan bilak qaysi iloh sizlarga aram elishinglar uchun kechini elib kelalaydi. Sizlar ko'rmamsizlar degin. Sizlarni kechida aram olsun. Kunduzda hayotliq yo'lda harakatlanib Allohning fazlini talab qilsin va Allohning ne'matlariga shukr qilsin deb sizlar uchun kechi bilan kunduzni yaratishi Allohning rahmatidandir. U kunda Alloh ularga nido qilib, sizlar gumon qilgan mening sheriklarim qayerda deydi. Biz her ümmetten ularning amallariga guvohlik beradigan bir guvohchi, ya'ni payg'ambarni chiqaramiz. Pakitinglarni keltiringlar deymiz. Ondan ular haqiqatning Allohga mansub ekanligini bildi. Ularning o'ydirib chiqqan narsalari, ya'ni ma'budlari o'zlarini ulardan chetga oldi. Qarun haqiqatan Musaning qavmidan edi. Qarun ularga yo'g'onlik qildi. Qarunga xazinalardan shu qadar ko'p bergan edikki, ularning oshqushlarini ko'tarish kuchlik bir jamoagimi haqiqatan ig'irlik qiladi. Ayni vaqtda Qarunga qavmi aytdi: "Ko'ranglab ketma, Alloh haqiqatan ko'ranglab ketguchilarni do'st tutmaydi. Allah sana bergen baylık bilen ahiret yurtini teligin. Dünyadaki nesivanımı unutmagın. Allah sana yaxşılık kılgandek, senmo Allah'ның bendilerine yaxşılık kılgın. Yeryüzde buzgunçılıkını telimigin. Allah hakikaten buzgunçılık kılgıçlarını dost tutmaydı." Qarun, mening alaydı bilimim bolğanlıqdan bu baylıqqa erişdim, dedi. Qarundan ilgiri o'tgan ümmetlerden onunğa qaraganda teximi kuchlik, toplagan mili teximi ko'p bo'lgan kishilarni Allohning halok qilganligini u bilmadimi? Gunohkorlarning gunohlarining so'rilishi Allah buni bilganligi uchun hojatsizdir. Qarun o'z qavmining oldiga barliq zinnati bilan hashamatlik oldi chiqdi. Dünya terikçiligini közleydiganlar, kaşki bizge Qarunga berilgandek baylık berilsichu, u hakikaten dünyalıktan çoğun nesivigi igi işken, dedi. İlimli kişiler, vay sizlarga, iman etgan ve yaxshi amalni qilgan kishiga Allohning savobi yaxshidir. U savob faqat sabr qilguvchilarga beriladi, dedi. Qarunni uning uyi bilan qo'shib yerga yutqizdik. Onundan Allah'ның azabını dəfi qıldığan bir cəmaə bolmadı. Qarun özünü qoğdiyalmadı. Tönögün texi Qarunның dərəcəsini arzu qılğanlar deyişdi ki, "Pah, gördünmü? Allah bəndilərdən xalığan adamның rızqını kən qılıdıkən, xalığan adamның rızqını tar qılıdıkən. Allah bizge mərhəmət qılmığan, yani arzu qılğınımızını bərgən bolsa idi, bizni əlbəttə yer yutatdı. Vay gördünmü? Kapırlar nicat tapmaydı." Ani şu ahiret yurtini yer yüzde çoğunçılık qilishni ve buzgunçılık qilishni közləməydiganlarga xas qıldık. Yaxşı aqibət təqvadarlarga mənsubdur. Kimki yaxşı iş qılğan işkən, o qılğan işleridanmı yaxşı mukafotga, yani qılğan yaxşılıqıdan neçəsi artıq savabqa erişidi. Kimki yaman iş qılıdikan, yaman iş qılğanlarga faqat qılğan işlarga yarıça jazo berildi. Sana Qur'onni, yani onu təbliğ qilishni və onun ahkamiga amal qilishni farz qilgan zot seni albatta qaytadigan yerga, yani Makkaga qaytardi. Aytqinki, kimning hidoyat elib kelganligini, kimning o'p-o'chiq gumrohlikda ekanligini Parvardigorim hammadan obdan bildi. Sen payg'ambar bo'lishdan ilgari Qur'onning sana nozil qilinishini umid qilmagan eding. Faqat Parvardigoring rahmat qilib sana uni nozil qildi. Kafirlarga yordamchi bo'lmag'in. Sana Allah'ның oyatlari nozil qilingandan keyin u oyatlarga amal qilishdan kafirlar seni to'smasin. Parvardigoringga, ya'ni uni bir deb bilishga va uningga ibodat qilishga da'vat qilgin. Hergizmi mushriklardan bo'lmag'in, ya'ni ularning nafsi xohishlariga moslashmag'in. Allah'a qo'shib boshqa bir ilohga ibodat qilma. Allah'tan başqa hiç ilah yo'qdir. Allah'ның zatıdan başqa barlıq narsa yo'quludu.
Məxluqatda icra bulunduğan hüküm faqat Allahqa xasdır. Sizlər Allahның dərgahıga qaytırılısızlar.